Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2022 yil 2 oyning 15 kuni kech soat 8:30 bo'lay dedi. Men abaya NFT to'g'risida, ya'ni non-fungible token to'g'risida so'zlayapsam, kompyuter qilib qolganligi uchun oxirini davomlashtirmagan edim. Endi hozir vaqt chiqdi, shuning oxirini davomlashtirib o'tay. Men dedimki, shapkining gibi kelgan vaqtda bu uzilib ketib qoldi. Shapka bor deyli, birisi rasmiy ko'z bilan ko'gil bo'lgan, tutqiladigan, boshqa kegil bo'lgan shapka, yana birisi shapkiningki rasmi, ya'ni sızılgan rasmi deyli. Bu yerda kishilar o shapkini kiysa, beshiga kiysa, masalan, ondan bir xil o'zraldi soqoq kunlarda kiysa, yoki bo'lmasa bir xil moda bo'lsa, bir xil go'zallik berdi odamga. Ammo chu desa, rasm chu desa, o rasmning qanday alaylik va kishilar uni qanday tushunadi, o ma'lum bir asari atiqimi yoki qanday deganga o'xshash gap. Endi biz shapkini, real shapkini qo'l bilan tutqiladigan, beshimizga kiyiladigan shapkaga nisbatan uningga pul to'lashni xohlaymiz, chunki uning darhol iste'mol qiymati bor. Ammo ma'vo rasmni chu desa, uningdan biz nima o'zir olamiz? Endi uningda qanday bir qimmatli bor? Gap shu xil shapkaning rasmini sizg'ichi yoki loyihaligi uchunki u bir dangliq odammi yoki zodi nima gap mushada. Bu yerdagi NFT deganimiz shu shapkini shu sonliq sifirlashtirib sifirliqmi shu mulkka aylandig'ini bo'ladi agar shu shapkiningki suratini, ya'ni shapkini kompyuterda hujjat shaklida saqlasa. Şu an mayada davet qilamiz, NFT deganimiz shu shapkaning rasmi birlam. Endi shu shapkaningki loyihasini yaxshi ko'rsa, ba'zi odamlar uningga amaliy shapka, ya'ni biz ko'z bilan ko'rdigan, qo'ldan tutilgan jismi bor shapka qaraganda texnik jiqroq pulni to'lashni xohlashi mumkin. Nimishqa? Ma'o shapkani odamlar kiygani bilan uni nima orqali taqat qilib olmaydi. Ma'o rasmini taqat qilib bo'lish mumkin, ammo yer shari xarakterlik taqat qilib olmaydi. Ma'o shapkani loyihaligichi bir xil go'zal san'at asri sifatida favqulodda bir dangliq bir loyihaligichi bo'lsa, uni bir xil sifirliq mulk sifatida o'zi loyihadi, o'zi shuningga ig'darchilik qildi, hamda uni bozorga solsa, buni odamlarning havaslari har xil dunyoda turli tuman xususiyatdagi odamlar bor, buningga baho qo'yib, ba'zilari yuqori bahoda sotib olishi mumkin. Bu NFT degan bu nima to'g'risida men so'zlab o'tib, men AWW degan kishiningki, Reza Ashraf degan kishiningki bir gapini degandim. Bu yerda bir abaya material qarab baxtim, bir narsani bir to'g'rilab o'tay. Abay xato so'zlabdim. Shifrliq pul emaskan, Reza Ashraf degan kishi bu kishi bir hozir NFT bir shunday almashtirib bo'lmaydigan bir tokenni, ya'ni sifirliq bir mulkni bu kishi ijod qilibdi. Ya'ni bir harakat qo'zg'alibdi hozir dunyoda, ya'ni NFTs for good deydigan, ya'ni yaxshi ishlar uchun NFT, yaxshilik uchun NFT deydigan bir narsalarni qilib o'tibdi. Ya'ni bu kishi ayni vaqtda AWW degan bu kishini balkim xabar ko'rgan kishilar bilishi mumkin. Bu Xitoyning hukumatlar tuzumiga qarshi bo'lganligi uchun erkin so'zlashni, demokratlikni yoqlagani uchun bu kishi Xitoy doiralarininki tutishiga uchirgan, ya'ni tutqun qilishga uchirgan. Keyin xalqaro besim bilan qo'yilib berilgandan keyin bu kishi Germaniyaga yenib chiqqan. Yevropada, Portugaliyada xudoyim bir necha yerda shunday o'zininki turalg'isi bor. Ham shu san'at ishlari bilan shug'ullanan, haykaltilik bilan shug'ullanan bir kishi. Bu kishi bilan shu Reza Ashraf degan odam Beijingda, Beijingda chaqda ko'rishibdi ekan. Shu suratni bir xil nimyasiga o'xshaydi, Reza Ashraf. Shu suratdan bir xil NFT, ya'ni non-fungible token yasaga o'xshaydi. Ya'ni shuni shifrliq mulk aylandiga o'xshaydi, hamda buni sotadi ekan. Ya'ni buning ismi, ya'ni bu haqla mana qimmatli buyum sifatida saqlaydigan narsa bo'ldi ekan bu. Buning ismi YOLO ekan. Ya'ni you only live once degan gapga vakillik qiladigan. YOLO.
you only live once, sen faqat bir qatim yashaysan degan. Buningdan kirgan foydani shu Uyg'urlarning bo'lib, shu ota-onalari jazo lagerlarida kirib ketgan, o'zlari balla lagerlaridagi shu Uyg'ur farzandlarini qutuldirish uchun, shularga yordam qilish uchun shu bundan kirgan foydani ashnaga berdi ekan. Bu gapni Ai Weiwei degan kishiga desa, bu kishi qo'llabdi, ya'ni Xitoyning shu vahshiy siyosatiga qarshi bo'lganligi uchun bu odam bu ishni qo'llabdi. Buni bu to'g'risida shunday bir to'g'rilab o'tay dedim. Abayaman shipirliq pul deb kelgan, shipirliq pul emas, bu NFT ekan. Endi NFT to'g'risida men o'zim so'qqan ifoda bildirdim, abayaman o'zim buni olib ketmayman deb. Har xil sabablar tufayli men buni olib ketmayman. Bu yangi narsa, hozir o'y-o'yga ketadigan ish bo'lib qoladi-ku, ba'zida o'y-o'yga ketib qolgan ish bo'ldi. Ya'ni bir topda bir turkum odamlar ishning zoti qandoqligini bilmaylar, ko'p nurg'un odam shu ishni qilsa, haqli shuni agishib ketadigan ish qildi-ku. Agishib ketadigan bir ishlar bor. Buni o'y-o'yga ketdi deymiz. Ya'ni ko'p sonli odamlarning o'y degani uchun u narsaning to'g'ri bo'lishi natayin, yaxshi bo'lishi natayin. Balkim u shunday bir qiziqqanlik bilan yoki bunday bir qudratlilik bilan yoki bunday bir har xil yillar bilan boshlanayotgan, qilinayotgan ishlar bo'lishi mumkin. Dunyoda, dunyo tarixida bunday ishlar o'xshamagan jamiyatlarda insonlarning har qaysi tarixida bo'lib o'tgan. Endi bu ishbirlik pul sohasidami bunday ishlarni bo'lmaydi degili bo'lmaydi. Ya'ni abayman dedim-ku, Ponzi yelisi degan masalani. Ya'ni dastlabki ma'lum bir narsani boshlagan vaqtda, harakatni boshlagan vaqtda unga dastlabki kirgan odamlar foydalanib, bular shu pul muomalasi asosida, keyin qatnashganlarning ko'p qismi ziyon uchrab ketadigan bu shunaqa bir ish borda. Bu Ponzi yelisi deydigan, ya'niki bir aldamchilik bor bu yerda. Ma'qul ishbirlik pul sohasida bu ishlarni yo'q degili bo'lmaydi. Hatto pul muomala bozorini biladigan bo'lsak, 2003-2001-yili Amerikada Enron deydigan bir energiya shirkati vayron bo'lib ketgan. Nima desa, bu shirkatning iqtisodiy ahvoli yaxshi emas, ammo ular hisobotni daftaridagi hisobni yaxshi ko'rsatish orqali o'ziniki shirkatning pay chekininki yuqori bo'lishini qo'g'lashib, amaliyotda tuzuk narsa yo'q. Quruqtaga o'rtulmaydi degandek, bir yerdan kichikgina bir havo kirganda hammasi bo'shab tushib ketib, bu shirkat vayron bo'lib ketgan. Uningki boshlig'i keyin qo'lga olinib turmada o'ldi, bu odam o'lib ketdi. Shunga o'xshash, mana bu ishbirlik pul sohasida bu xil ahvollarni yuz bermaydi degili bo'lmaydi. Shunga NFT deganni bir kuzatish kerak. Azroq miqdorda hisob qo'yish bo'ladiki, men uningga pul xajlamayman. Buningga ko'pinchisi mana yosh bolalar ko'proq qiziqadigan yosh bolalar deganimizda 2000-yildan keyin tug'ilgan bolalar. Bular bir xil real dunyoda, mavhum dunyoda yashab shuning bilan cho'ng bo'lgan kompyuter o'ynab cho'ng bo'lgan bolalar bo'lgandan keyin bular buningga qiziqar ekan. Men o'zim bir kompyuterda bir o'yin o'ynab boqqan odam emas. Kompyuter game bor, ularni o'ynab boqqan odam emas. Uning taqdim yo'q, ammo odamlar davrlarda, har davrlarda o'xshamagan odamlar bo'ladi. Ular shu davrninki o'zininki xususiyatini, shuning tamoqsini o'ziga bosgan bo'ladi. Hozirgi yoshlar real dunyoda din sirt, ya'ni mavhum dunyoda shunaqa cho'ng bo'lgandan keyin bular buni biroz yaxshi ko'radi ekan. Demak, balkim NFT'ning bu azroq bir nimasi bo'lishi mumkin, taraqqiyot fursatlari bo'lishi mumkin. Men avay deganimda NFT'ning ishlariga nisbatan men o'zim bu narsalarni bunga mablag' solmayman deb o'zimning qarashini dedim. Endi bir qism qarindoshlar buningda u unda davasa Mark Obama ilayotgan bo'lsa, Snoopy Dogg degan mana shu NFT deganni olgan bo'lsa, ya'ni sıfırlıq mulkni olgan bo'lsa, bular 4 mo shunaqa danglik odamlar, danglik milliarderlar bular 4 mo deb o'ylashi mumkin ba'zi qarindoshlar. Lekin maslik nisbatan kishilar o'xshamagan ko'z qarashni tutadi. Şu buni shunday bir deb qo'yay dedim. Endi men gapni Bitcoinga boshlab o'tib ketay. Bitcoin to'g'risida so'zlashga, Bitcoin to'g'risida bir necha qatim men so'zlab bergandim. Endi hozirgi ahvol bir Bitcoin hozir $44,000 atrofida bo'layotdi. Buningga kishilar umid bor qarayotdi. Buning o'sishi yaqinqi bir 2 yil ichida nihoyatda tez ko'tarilib ketdi Bitcoinga nisbatan. Buni bir Jeffrey Brownga o'xshash tanliq qalaqa
pul muomala sohasidagi ham tadqiqot bilan shug'ullangan ham mablag' solgan odamda buning bahosini bir chaqlarda 1 million dollarga chiqadi deydi. Lekin butun qazilgan bitcoinning soni 2100-yilgacha 120 milliondan ortiq bo'lmasligi kerak. Ya'ni bitcoin kishilar oltinga, ya'ni shifrli oltinga, mavhum oltinga o'xshashsa, boshqa Ethereum qatorliqlarni kümük o'xshashsa, Litecoin o'xshash pullarni nimaga o'xshatadi desa, Litecoinni altcoin deb qo'yamiz, ya'ni Bitcoinning boshqachisi. Bularni mis pul ashnanga o'xshatadi hamda. Bu bir o'xshatish. Ammo kishilar ma'lum narsani qimmati bor deb qarasa, uni oladi. Ularni bayqildigan ish bo'lsa yoki ularning sog'in mablag'iga nisbatan pul qilgan ish bo'lsa, uni oladi degan gap. Biroq nemishqa ashi narsalar bu odamlarga foyda qildi, pul fursat qildi deydigan masalani o'ylash kerak. Hamda o'tgan bir gapni ishlatdim. Hozir shu fintech deydigan bir gap edi. Financial technology degan gapning ikkisining bir kishidan tuzilgan bu so'z bu. Masalan, Bitcoin degan so'z, bit bilan coin degan so'zningki, bit degan kichik coin degan tanga shundan tuzilganga o'xshash. Hatto Bitcoinning bosh harfining B-ningki cho'ng kichik yezilishi bu ma'lum o'xshamagan ma'noni ifodalaydi. Masalan, cho'ng harf B, Bitcoindagi B cho'ng yezilsa, bu bir nimani, platform deymiz, bir supini o'sha texnikani ifodalaydi-da. Munbarni ifodalaydi. Kichik yezilsa Bitcoin tangisining o'zini ifodalaydi. Bir tangini Bitcoin tangisini 100 mingdan birga bo'lgildi degan gap. Eng kichik birligi Satoshi. Ya'ni shu Bitcoinni barliq keltiruvchi ma'lum shaxs, noma'lum shaxs. U bir shaxs yoki bir guruh shaxsdan tarkib topgan kishilar Satoshi Nakamoto deydigan 2018-yil 31-kuni maqola yozish orqali shu ideyasini o'tirib qo'ygan. Men ya'ni vaqtimning esimning vaqtida ko'pchilikning samiga sap qo'yganim Qutargı birlik tarkibidagi bilim kuch jurnalining 2-chi sonini bir o'qisanlar bo'ladi deb qarayman. Patiqada nashrdan chiqdi. Chunki men shuningda shu Bitcoin to'g'risida bir maqola sundim. Bir nashrga chiqdi. Bitcoinning maydon kelishining tarixi orqa ko'rinishimi Amerikada shu pul muomala krizi yuz bergandan 2007-yil. 2008-yil yig'irlashdi bu. Satoshi Nakamoto maydonga chiqib, bu hukumatlarninki o'z oldiga pul chiqarish huquqi bu butun avom xalqqa nisbatan ziyonli bo'ladi ekan degan qarash bilan mana o'tirib qo'ydi. Ya'ni Bitcoin bilan odatda Amerika dollari yoki boshqa markaziy banklar taqdim pulning farqi nima? Har qaysi pullar shu davlatlarning iqtisodiy jihatdan mustaqil bo'lganligining ifodasi. Masalan, Amerikaning dollari, Turkiyaning lirasi, Koreyaning won deganga o'xshash. Bu pullar shu davlatlarning markaziy bankasi ishlab chiqardi. Bularni fiat currency deb qo'ydi. Ya'ni davlatning qonunda belgilangan, ya'ni u mushu to'lam vositasi sifatida qo'llanilgan qonuniy kuchga ega pul deb bekitilganligi uchun shular kuchga ega bo'layotgan. Ya'ni markaziy hukumat va pullarninki tarkibida. Hamda markaziy hukumatlarninki, davlatlarninki maqsadi nima desa, xalqni xo'sh qilish. Xalq xo'sh bo'lmasa, mesela iqtisod yaxshi bo'lmasa, ishsizlik ig'ir bo'lsa, pul paxalligi bo'lsa, u hokimiyat bo'lolmaydi. Shunga bo'la makrolik iqtisodiy ko'rsatkichlarga noida diqqat qildi. Ya'ni pul paxalligini tuban qilish, ishsizlikni yo'qotish yoki tuban qilish, andan keyin jumladan ma'bu namratlikni yo'q qilish deganga o'xshash. Andan keyin iqtisodning ishini, amalining baricha yaxshilash deganga o'xshash. Shuning uchun iqtisodning yuqori ko'tarilishini bu nim qilish uchun bu cho'ng makroluk strategik planlar bu har xil tadbirlarni qo'llagan gap. Masalan, siyosiy jihatdan tashqi siyosat, iqtisodiy siyosat, davlat ichki siyosat jihatdan, qonun tuzum jihatdan har xil hamma narsalarni yig'ishtirib akirib bu gulguli kelgan vaqtda iqtisodda taraqqiy qilgan ish bo'ladi. Ya'ni aholining sog'lomligi, ma'rifi va ularning tarbiyalanishi, dunyoviy texnikadan bahrilash yoki keyin qolmaslik, tashqi dunyo bozoriga kirish, ya'ni to'g'rilar bozori, pul muomalasiga kirish, undan keyin qolmaslik deganga o'xshash. Ham kishilarning xususiy mulkini qo'g'dash, shirkatlarningki gullanishini qo'lga keltirish, har xil dunyoviy marka dunyo bozorida quruqlab qolaydigan shirkatlarning barliq kelish, markalik dunyo markasiga to'g'rilarning barliq kelishi degandek ko'p taraflik narsalarni planlab, tashkillab, yetaklab, qo'llab, andan keyin ish qilgan vaqtda, strategik ish qilgan vaqtda bir jamiyatning, bir davlatning gullanishi amalga oshadigan gap.
bir adamning gülünüşü bilan yoki bir shirkatning gülünüşü bilan bir millat, bir davlat gülünib ketadigan ish yo'q. Shunga bu davlatlar mana mush amal va hamma davlatlarning ko'p mushlarni o'ylaydi, qanday qilib mana shu cho'ng makro iqtisodiy ko'rsatkichlarga diqqat qilman deb. Lekin bu jamiyatning o'zimi, davlatlarning o'zimi davlatlarning tuzumlaridagi kamchilik institutional deficiency deb qo'yamiz. Anadan keyin ya'ni organlarning, hokimiyat qatlamlariningki xizmat iqtidorining tuvan bo'lishi yoki sheriklik, poraxo'rlik deganga o'xshash mana sabablar tufaylidan ba'zi davlatlarningki o'ylagandek bo'lmay qoladi ishlar. Shuning uchun chaqda hatto demokratik davlatlarda shu demokratik davlatlarda ishlar hamisha go'zal bo'lib ketmaydi. Har xil vaqalar chiqadi. Masalan, Kanadada u vaksina o'g'izmaymiz, u bu degandek ishlarlar namoyishlar bo'lib, iqtisodiy faoliyatlar biroz to'sqinlik uchirdi. Demak, demokratik davlatlarda bo'ladi bunday ishlar. Ya'ni kishilarning ma'lum masalaga nisbatan ko'z qarashida o'xshamagan farqlar bo'lgan vaqtda, hukumatning siyosatlarini qabul qilmagan vaqtda, ya'ni qarshi turgan vaqtda shuna bular ashunday iqtisod bak chekinib ketgan vaqtda keng impuls siyosatini qo'llanish orqali, ya'ni quantitative easing, ya'ni miqdorli osonlashtirish siyosatini yo'l qo'yish orqali iqtisodda ish qurilish masalasini hal qiladi. Bu pul paxoligini keltirib chiqaradigan shunday bir narsa. Men Filipning agressiya degan bir nazariyani burun bir tushundigan, buni takrorlamayman. Ya'ni ishsizlik bilan pul paxoligining o'rtasidagi munosabat. Ya'ni ishsizlikni tuvaltiman desa, pul paxoligi ishib ketadigan shunday bir ahvol bor. Chunki hukumat shu pul chiqarish iqtidoriga ega bo'lganlikdan. Endi bu yerda pul paxolligi 2007-yildagi iqtisodiy bo'hronda xalqlar o'zining pul muomala bozoriga solgan mablag'idan ayrilib qolgan nurg'un xalq, pensiya pullari yo'qolib ketdi nurg'unlarning, ba'zi shirkatlar, hatto banklar vayron bo'lib ketdi. Endi mana shunday ishlar bu kishilarning normal turmush tartibini buzdi-da. Shunga shu Satoshi Nakamotoga o'xshash kishilar Bitcoindan iborat, ya'ni ma'lum davlatningki idora qilishiga uchramaydigan, nazorat qilishiga uchramaydigan, ammo kishilar masalan kompyuter va ammo bank bilan bevosita aloqa qilmaydigan kishilarga nisbatan aytgan vaqtda qulaylik bo'ladigan shu blockchain texnikasidan foydalanib Bitcoindan iborat tunji ishbirlik pulni barliqqa keltirgan. Shundan keyin 2008-yili barliqqa kelgan bu to'g'risida har xil qarashlar bo'ldi, bu to'g'risida so'zlab o'tdim. Bu Bitcoinning dastlabki har xil qarashlar bo'ldi dedim, hatto Warren Buffettning buni aldamchilik deb shunday nima qilganda cho'ng pul muomala dokalarmi buni yaratmoqni. Oxirida nima bo'ldi? Bu o'sabda o'tgan yilisi $65,000 chiqib ketgan. Har xil masalan Xitoyga o'xshash davlatlar, ya'ni boshqa davlatlarningki bunga nisbatan diqqat qilish natijasida, chunki Bitcoin o'xshash bu shifrli pullar, ya'ni jinoyat shartlarninki pul yuvish masalasida va jinoyat o'tkazishga hamdamda bo'ladigan degan qarashlar bilan muayyan bir qonun tartib bilan nazorat qilishni yo'l qo'yamiz deyish bilan yoki bo'lmasa cheklaymiz deyish bilan bunga nisbatan qizg'inlik biroz tuvalladi, ya'ni talab tuvalladi degan gap. Shuning bilan bahos tushib ketdi. Lekin hozirgi yuzinishidan qaragan vaqtda Bitcoin shifrli pulning tunjisi emasmi? Buning yana istiqboli bor, hamda lekin bu shunday ishib turdi. Ish tushib turdi. Ammo buningki farzim, mening farzimmi? Bu yo'qolib ketmaydi. Ammo mukammallashadi. Buningga davlatlar, elik huquqli davlatlar bu shifrli pulning taraqqiyotiga diqqat qiladi degan gap. O'tganda men bir gap degandim, Xitoylar bu Bitcoin o'xshash bu shifrli pullarni cheklagan bilan o'zi astirtdan bir ishlarni qiladi. Bular demisam blockchain texnikasini Beijing, Shanxayga o'xshash yerlarda buni yo'l qo'yibdi, ishlatib o'tibdi. Chunki bu dunyoviy texnika, bu dunyoviy pul muomalasidagi dunyoviy texnika. Buningdan qo'rqqansa iqtisod xiqir qildi nurg'un davlatlar. Hatto bugun Wall Street Journal'ninki Wall Street Journal bir parcha maqolalar qildi. Nima desa, Turkiyaning iqtisodidan zo'r chekinishlar pul paxolligi yig'rilib ketganlikdan kishilar shifrli pulga yetib oldi deb. Ya'ni bular Bitcoin, Tether deydigan shunday pullarga yetib oldi deb. Bunimi tushunish bo'ladi. Jumladan mishada Turkiyadagi bir qarindishimiz o'tirib qo'ygan, Turkiyada o'xshaydi, bir qarindishimizningki bir savoli Solana degan to'g'risida so'rabdi ekan. Solana qanday qilish Turkiyada bakilyotdi deb. Menimcha Turkiyada Solana degan bu shifrli pulni ilayotgan qarindoshlar balkim Jeffrey Brownga o'xshash bu shifrli pul matbaa solgan cho'ng baylarningki maslahatlarini gaplarini anglagan bo'lishi mumkin. Chunki Jeff Brown Solana'ni qo'yish kerak dedi. Men odamning leksiyasini angladim. O'zim ozroq qilib qo'ydim.
Men NFT almadım. Ama Solana'nı men azroq olib qo'ydim. Solana shundoq jiq o'sab ketgan. Men yuqoriroq oldim, lekin yana o'tgan yilga baho qaragan vaqtda uning yermi. Ya'ni bu Solana deganning o'zi bir xil munbar yoki yo'l mandaq aytgan vaqtda. Bu har xil shifrliq pullarningki amaliy qo'llanilgan ba'zi programmalarning ijro qilinishida, ya'ni muomalalarningki, ilm bilim muomalalarningki, faoliyatlarningki tez suratda tuvan narxda elib berilishini kapolatiga qildi. Buning surati tizgan narxi intayin tuvan ekan. Shunga Jeffrey Brown o'xshash kishilar bu Solana'ni keyingi Ethereum bo'lib qilish mumkin da'vatida. Bu Solananing o'zi ashundoq bir Bitcoin technology degan blockchain texnikasi degan o'xshash blockchain texnikasi ashunga o'xshash bu bir xil bir munbar bundaq aytgan vaqtda yo'l demakchi. Endi buningda bu nurg'un narsalar mangadigan bo'lgandan keyin menish surati qulay bo'lganlikdan nurg'un odamlar, nurg'un narsalar shaylar mangadi deb obrazliq desak qiziydi demakchi. Ya'ni buni ikkinchi Ethereum bo'lib qilish mumkin deyapti. Ethereumning bahosi 4000 dan ishib ketgan. Hozir bugungi kunda 3100 atrofida. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, hozir Solananing bahosi $120 dan to'van. Bir Solananing bahosi 120 dan to'van. Bu Solana platformadan ayada ishlaydigan pul ismi Solana bilan belgisi SOL. Bu Sol degan bu pul ne 2030-yilga borgan vaqtda, ya'ni bugungi kundan boshlab hisoblagan vaqtda 8 yilning ichida ba'zilar uning bahosini 1 sent bilan $3000 atrofida faraz qilib o'tibdi. Nurg'unlari uni yuqori faraz qilib o'tibdi. Bir ikkisi bu pulning nisbatan buning bahosi tushib ketdi debdi. Lekin ayni vaqtda Ethereum deymiz, Bitcoin deymiz, mushunga nurg'un odamlar to'van nima qaraganda umidsiz qaragan. Shuna men jiqilib olmadim, azroq ep qo'ydim, tashab qo'ydim. Uni tashab qo'ydim. Yani bu hiliqi qizg'inlik bilan hissiyotga tayiniblam, adam ba'zi hissiyotga tayinib gap so'z qilsa, bir ish qilib xatolashib qolgan ishlar bo'ldi. Xatolik o'tkazib qo'yishning oldini olish uchun temkinlik bilan agar yo'qab ketdi, uning ishni bo'lib ketmaydi degan mazmunda men o'zim ep qo'ydim. O'zim ep qo'yganligim uchun Turkiyadagi shu Solana degan narsalarni olgan qarindoshlarni mening xato qilmadi deb o'ylayman. Buni ashundaroq bir tushansanglar bo'ladi qarindoshlar. Bu Solana to'g'risidagi Bitcoin to'g'risidami shunchalik so'zlab beray. Ya'ni bu to'g'risida yozayotgan kitobim bor, tafsili blockchain texnikasi qanday Bitcoinning kelib chiqishining tarixi oq ko'rinishi, bo'lak zanjir yoki blockchain texnikasining nimaligi, qanday qo'llanganligi degandek masalalar to'g'risida so'zlab o'tdim. Men bilimki jurnalda bu to'g'risida Bitcoinning dunyoga kelishining tarixiy oq ko'rinishi to'g'risida bir tushuncha berib o'tdim. Buni qiziqadigan qarindoshlar tepib o'qisam bo'ldi, nashrdan chiqqan vaqtda. Jurnal nashridan chiqqanda patentini chiqish mumkin. Endi men gapni umumiy iqtisodiy ahvollarga bog'lab tushundirsam, hozir Covidning ta'siri va pul paxalligining ta'siri va andan keyin dunyodagi siyosiy vaziyatlarning davolashi tufaylidan shu hamma Covidning tufaylidan ta'minlash zanjiridagi uzillik va mana shunday sharoit ostida Ukraina bilan Rossiyaning o'rtasidagi ziddiyat bu Amerika boshliq NATO ellarininki diqqatini, jumladan butun dunyoning diqqatini o'ziga tortib o'tadi. Bu ikki davlat o'rtasida urush bo'lamdi, bo'lmamdi masalasida men o'tganda bir gap dedim. Buning badli nihoyat ig'ir bo'ladi. Odatda bir ish qilishning badli nihoyat ig'ir bo'lsa, xalq u ishni qilmaydi, tortilgan ziyanchi qo'ysa. Putin agar urushni qo'zg'ab qolsa, buning badli nihoyat ig'ir bo'ladi, Rossiyaga nisbatan intayin ig'ir bo'ladi. NATO ya'ni Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkilotining a'zo davlatlari, 30 ta davlat va bularning hammasi bu nimaga Rossiyaga nisbatan, chunki Rossiya Ukrainaga hujum qilish orqali NATOning bexatarligiga tahdid saqlanligi jumladan Amerika boshchiligidagi demokratik qimmat qarashlarga aloqa
mushadadigan bo'lganlikdan bu chaqda nurg'un odamni o'ziga dushman, nurg'un davlatni o'ziga dushman qilyapti. Buna bo'lgan vaqtda bu yerdagi masalan noqul odamlarninki o'lim yetim bo'lishi, o'lishi, yorilishi masalasi emas, nurg'un fizikalik, ya'ni nurg'un moddiy dunyoning vayron bo'lishi, jumladan bu bir ikki davlat urushsa o'shundan ketmaydi. Bir xalqqa o'chmanlik qilib qo'ysa, dushmanlik qilib qo'ysa o'shundan ketmaydi. 5 yil, 10 yil ichida tugamaydi. Asrlik tarixda shunaqa uzun davom etib ketadi bu ishlar. Endi shunda o'chmanlikninki urug'ini chechib qo'ydi. Shunga har ikkisining yetmoqchi bo'lgan nishoni bor. O'tganda uni game theory nuqtasidan chiqib bir ozroq tahlil qildim. Ya'ni Putin tahdid orqali o'zining maqsadiga yetmoqchi. Ammo NATO bilan Amerika uni qo'shalmayapti. Ya'ni Ukrainani NATOga qo'shmaysan deyapti. Bular nimaniki Putinninki u talabini rad qilyapti. Demak, ikkisi ishdan robot tutishyapti. Ammo bugungi yangi xabarlardan qaragan vaqtda Putin bir qism askarlarni o'zining harbiy bazasiga yandurga o'xshaydi Ukrainaning nastidan. Endi bu ya'ni bu vaziyatning biroz yumshaganligidan derak ko'rdi. Agar mushunda haqiqatan ikki davlat o'tirsa urushlab qolsa, buni nurg'un davlatlar qatnashib qolsa, bevosita nima bo'ldi desa, dunyoning siyosiy, iqtisodiy vaziyati nisbatan cho'ng tavrinish deb keldi. Paychaklarning tushishi aniq, neft bahasining o'rilishi aniq, yemak-ichmak bahasining o'rilishi aniq, jumladan boshqa tovarlarning Chunki dunyoning ko'ngli tashvishga tushgan vaqtda o iqtisodiy faoliyatlardan cho'g'li chekinish bo'ladigan gap. Pul paxalligining eg'ilishi aniq. Mana hozir butun insoniyat ko'vidan iborat bu vaboning ta'siriga uchrayotgan vaqtda mana bundaq bu xil urushning bo'lishi, o'lmakning ustiga tepmak degandek bir ish bo'ladi. Buningdan kim foydalandi desa, Xitoy foydalandi. Amerika hukumati Xitoyninki Rossiyani qo'llab qolmasligi uchun unga ozroq tahdid aralash gapni rostni aytgan vaqtda ogohlantirish emas, tahdid aralash gapni qildi. Agar sen mandaq qilsang, sen badal to'laysan deb. Qanday badal to'ladi? Endi bu gapni hozir texi bugun necha soatning oldida chiqqan bir nimaga, bir forum diplomasiya deganda chiqqan gap bilan tugatsam, Eric Sainer degan bir kishi shunday narsani debdi. Eric Sainer degan kishi shunday bir narsani debdi. Ya'ni Amerika bilan Xitoyning o'tirishga munosabat uzilishga qarab ketyapti deb, iqtisodiy jihatdan. Shunday siyosiy jihatdan qarshilashga qarab ketyapti deb. Masalan, Xitoy shirkatlarining Amerika kapital bozoriga pul bozoriga mablag' silishi, Amerikaningki Xitoyga yuqori texnik mahsulotlarni setishi, onun ustiga Xitoyning shifrliq pulni, yuanni sıfırlıq pulni xalqaro kengayish degandek masalalarning hammasida Amerika hukumati umumyuzlik o'ylab Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatni jiriklashtirayotgan shunday bir ahvol bor. Ya'ni ikki davlat o'rtasidagi munosabat jiriklashga qarab ketyapti. 2022-yilda yana shunday bo'ladi deyapti. Bu nimani ifodalaydi desa, Amerika boshchiligidagi demokratik ellar bilan Xitoy va Rossiyani asos qilgan bu hukumatlar davlatlarningki, diktator davlatlarningki o'zaro tirkishi bo'lib maydonga chiqyapti bu ishlar. Undan bo'lsa, gapni mishada tugatay. Rahmat sizlarga.